Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Bugungi sizlarga tanishtiradigan bu ilmiy loyiham, bu yangiligim asosan binolarda fasad qismlariga ishlatiladigan ablisovishning g'ishtlarimiz hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu g'ishtlarimiz ishlab chiqarish korxonamizda Quyichirchiya tumanida joylashgan. Ushbu g'ishtlarimiz 15 xildan 20 xilgacha bo'lgan holatlarda ishlab chiqariladi. Ya'ni tadbirkorlarni o'sha istak va talablariga qarab turib, biz 15 xil holatda bu g'ishtlarimizni ishlab chiqarib bera olamiz. Demak, bu g'ishtlarimiz boshqa g'ishtlardan afzallik jihati, avvalo bu g'ishtlarimizni o'sha o'lchamlarida, ya'ni bugungi kunga doir respublikamizda 3 ta g'isht zavodi bo'lsa, ablisovishni, ya'ni g'isht ishlab chiqaruvchi pressovaniya texnologiya bo'yicha bu asosan bizning afzallik jihatimiz ushbu g'ishtlarni yarimtaki holatda, ya'ni 25, 6, 6,5 razmerdagi o'sha o'lchamlarda ishlab chiqarishimizda. Bu g'ishtlarimiz yana afzallik jihati rangi o'chib ketmasligida. Rangi o'chib ketmasligining sababi o'sha ishlatayotgan pigmentlarimizni mahalliylashtirganimiz. Plus mahalliy xomashyolarda ishlatganimiz hamda kimyoviy dabavkalarni ham o'zimizning respublikamizda joylashgan o'sha Jalilov laboratoriyasidan olib, bugungi kunda mahalliylashtirganimiz. Hamda bu g'ishtlarimiz eng kamida, xudo xolisa, 10 yilgacha bo'lgan muddatda ranglari o'chib ketmasligiga biz kafolat bera olamiz. Bu g'ishtlarni ishlab chiqarish jarayonida kunlik 30 mingtagacha g'ishtda ob'yomida biz ishlab chiqarib bera olamiz. Ya'ni Sandiron keramik zavodimizda o'sha 4 ta Eron stanoklari hamda Ukraina stanoklari mavjud. Kuniga o'sha 8 mingtadan 30 mingtagacha bo'lgan zakazlarni bemalol biz qabul qilib, o'sha hajmdagi zakazlarni biz yetkazib bera olamiz. Asosiy ilmiy tomondan buni biz birinchi o'rinda bu g'ishtlarimizni qolipini yangilaganmiz. Oldin butun holatda bo'lsa g'ishtlarimiz, ya'ni 25 sm uzunligi, balandligi 65 sm, eni esa 12 sm bo'lgan. Bugungi kunda xuddi shu narsani biz 6 sm qilib yangi o'sha qoliplar ishlab chiqdik hamda binoda asosan ustuvorligi, ya'ni zilzila bardoshligini bu orqali ma'lum bir miqdorda o'sha g'ishtlarning hajmini, og'irligini kamaytirish orqali binoga bo'lgan o'sha qo'yilgan talablarni ham birmuncha me'yoriy hujjatlar asosida biz yangilashga muvaffaq bo'ldik. Bu g'ishtlarni ishlab chiqarayotganimizda ilmiy yangiligi buning asosiy mahsulotlari, xomashyolar mahalliylashganida. Birinchi o'rinda chig'anoq tosh. Bu respublikamizda juda ko'p holatlarda oltin, kon, metallurgiya kombinatlarida qazib olish natijasida birmuncha juda ham katta miqdorda ob'yomdagi o'sha chiqindilarimiz mavjud. Ya'ni ikkilamchi sanoat resurslari. Bu o'sha ikkilamchi sanoat resursi hisoblanadi chig'anoq toshlarimiz. Shu bilan birgalikda sement sarfini kamaytirib, KDJ polikarboksilat kimyoviy dabavkamizni qo'shish orqali bu yerda mustahkamlikni ta'minlagan holda asosan buni yuza qismiga ta'sir etmagan holatda mustahkamligini saqlab qolganmiz. Eng ko'p sotiladigan rangi bu o'sha maloshniy ranglari. Asosan bu rang o'sha binoda fasadiga qo'shimcha ravishda o'sha deraza qismlarining yon qismiga o'sha jigarrang hamda o'sha shaftoli rang deb qo'yamiz. Shu ranglardan asosan bugungi kunda tadbirkorlar foydalanyapti. Ushbu mahsulotlarimiz katta hajmda ishlaydigan tadbirkorlarimizga, ya'ni ko'p qavatli bino quradigan, uy-joylar quradigan hamda ulgurji savdo bilan shug'ullanadigan bozordagi barcha tadbirkorlarimizga albatta tavsiya etiladi. Biz qancha ob'yomda bo'lsa albatta yetkazib berish quvvatiga egamiz. Bu mahsulotimizga kafolat bera olamiz.